Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana ejevikalarimiz xudo xolasa pishdi. Sorti Amerikanskiy Chester. Bugungi cheslovimiz 2026-yil 24-iyun sanasida mana. Mana kalibrovkalari kattaligi juda ham yaxshi. Eng serf hosil, eng qizig'i nihoyatda serf hosillar. Hosil ko'rinyapti, quyoshda bilinmaydi qanaqa ko'rinyapti. Pishgani mana yetilgani buna bo'lib pishib qoladi. Qayrisi chiqaveradi mana. Transportioni chidamliligi nihoyatda yaxshi. Eksport qilsa ham bo'ladi, ichki bozor ham yaxshi oladi. Mana shu ko'rinish. Mana bu tavla. Pishgani mana shunday bo'lib uzilaveradi, yetilgani mana. Kuzgacha pishadi xudo xolasa, eng serf hosillar sort Chester mana. Ko'rmayotgan bo'lsa endi videoga qanaqa chiqyapti bilmadim. Juda ham yaxshi. Eksport pop. Serdaromad narsa. Bir soti joyga ekkanmiz o'zimizga hovliga. 55 ming, 60 ming sotilyapti 1 kilo mevasi. Mana salqin deyilyapti, ko'ringlar mana. Hosilni qaranglar, oqib ketgan hosil. 2-2,5 qo'yib kesiladi. Ko'chatlariga bemalol zakaz qilaverasizlar do'stlar. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib beramiz ko'chatlarni. Ichki ko'rinishini ham sizlarga bitta ko'rsatib qo'yaman. Bismillahirrohmanirrohim. Nihoyatda zo'r, ichida mayda-mayda danagi bor. Ko'chatlarga zakaz qilaverasizlar do'stlar. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib beramiz. Bizdagi nomerlarga bog'lanib ko'cha zakaz qilaverasizlar.